Assalomu alaykum do'stlar, hammalaringizga. Bugun men sizlar bilan O'zbeksila. Bugun Roblox o'yinini o'ynab ko'rmoqchiman. Snowplow Simulator. Qani bo'lmasa go boshladik. Boshlanishidan like, podpiskani bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Iltimos, shu oyning oxirigacha biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun podpiska qilaveringlar do'stlar. Mana o'yinimizga ham kirib oldik. Qani bo'lmasa boshlaylik. Mana o'yinimizga ham kirib oldik. Boshladik. Qor parchalari. Mana do'stlar, shunday o'yin. Kim Roblox o'ynasa kommentariyaga yozib qo'ying. Durja tashlayman. Nikini. Parchalari 100. Hozir biz 200 ga lapatka sotib boramiz. Keyin hali qor parchalari 200 bo'lmadi. Bu yerda o'zbeklar yo'qmi? Nihoyat 200. Qani bo'lmasa lapatkani olamiz. Parchalaridan beri mana do'stlar, hozir biz endi pet ochamiz. Qani go 250 1k 5k qolganlarini yo'qda. Biz 250 kilogram ochamiz. Qani dog common yaxshi. Bundan keyin pistolet, vatergum, suv sochadigan anavi suv sochadigan miltiq. Balga o'xshaymiz. 10,000 qor parchasini yig'ganimizdan keyin bu yerga o'tish mumkin ekan. Parchasini yig'ib qo'ydik. 500 da harga suv sochadigan pistolet olamiz. Olib ham oldik. Bu ancha ko'p qor parcha olarkan. Ko'p joyni eritib borarkan. Ozgina pauza qilaman. Barka bo'lguncha. Mana do'stlar, почти 2 ga bo'lib ketibmiz. Men qaramabman.
1 qor parchasiga qaramabman va kuchayib ketibdi, ko'payib ketibdi. Buni ham olamiz, ham pet ham ochamiz do'stlar. Mana yangi qor surgich. Pet ochamiz. Rakon. Yaxshi. bir qor parchasi bor do'stlar bizda hozircha. Qor parchasi 11, 22 shunaqa shu atrofida beryapti. Ba'zida 22, ba'zida 11. Mana do'stlar. Bu bo'lsa 1 ham bo'lmas. 1 qor parchasini yig'ib qo'yibman. Keyingisi nima? Yangi Flamet Rover. Shu narsani berar ekan. Bu qanchalik beradi? Qor parchasi beradi bilmayman. Shuni olguncha men pauza qilaman do'stlar. 3 ga bo'lguncha. Yo'q, 5 ga bo'lguncha pauza qilaman do'stlar. Mana do'stlar, 5 ga ham bo'ldik. Endi buni olamiz. Snow blower. Yaxshi. Do'stlar, endi biz ko'raylikchi qancha qor parchasiga pet berar ekan do'stlar. Mana do'stlar 15 ga qor parchasiga pet berar ekan. Shuni olamiz. 1 2 3 degunimcha 15 ga bo'lamiz. Qani bo'lmasa go. 1 2. Mana do'stlar 15 ga ham bo'ldik. Endi pet olishga go. Mana do'stlar pet ham ochmoqdamiz. Snowdog. Bilmayman bu nega bunaqa bo'ldi. To'g'ri. Bo'ldi endi do'stlar. Snowmobile. Mashina olamiz. Bu qor surgich. Qani go. Menda ikkinchi zona ochildi. 10,000 dan oshgan edim. Qani. Shunday surib boramiz. Hop, ana 15 ga ham bo'ldik do'stlar. Qani mashina. Snowmobile. Spam давай. Bizning mashinamiz. Mashinamizda nima bo'lmoqda? Mana do'stlar 50 ga ham bo'ldik. Endi bu mashinada yoki qaysi mashina? Mayli, buni olamiz. 60 ga qilishimiz kerak. Uning uchun 60 ga.
rosa ham tez yurarkan, eplab bo'lmayapti. Daji 60 ga. Qani bu mashina spandali bo'ldi. Do'stlar 100 ga bo'ldik. Qani bu mashinani oldim. Mana do'stlar, bu katta mashinada harakatlanish ham qiyin bo'lar ekan. Hali zo'rlarga yetib kelmadik. Bu yerda zo'rlar bor. Oldinga yurmayapti do'stlar, вообще. Toyib ketyapti bolam. Hali bularga yetib kelmadik. Do'stlar, mana shu katta mashinaga yetguncha men pauza qilaman, iloji yo'q. Pauza. Mana do'stlar, shu mashinaga ham yetib keldik. Men buni olmoqchi emasman. Mashina unutma. Ungacha pauza do'stlar, hali